Bu nuqtani tushungan bo'lsak, zaten biz qanda qilish orqali kamtar bo'la olamiz. Bizni kamtar qiladigan yo'l nima degan vaqtda benda eng burun Allah subhanahu va taolaning buyukligini tasavvur qilish kerak. Men kim deyish kerak? Allah kim deyish kerak? Asman zemin Allah'ның yaratilgan mahluqlarının birisi. Bu nuqtaga qarab Allah'ның buyukligini esga vaqtda o'zining hech nima emas ekanligini his qiladi. Shu vaqtda o'zining oddiy bir ojiz mahluq ekanligini tushunib, o'zini tuvan tuta oladi. O'zining nadin chiqqanligini bilish kerak. Qanday holatda o'zini boqolmaydigan, hatto o'zining jiniga kafolat qilolmaydigan bir buvoq. Bir narsa yeyishga tishimi yo'q bir buvoq ham hisobda. Başta bir holatda yo'g'inab kuchga kelgan vaqtda hamma ishlar o'ngga tassa, inson turib, xuddi hamma ishni o'zi qila oladiganidek, kuch vodek, bilim vodek his qiladi. Halbuki Alloh buni ko'rsatib, insonni shu hech nima kuchi yetmaydigan bir holatdan yo'g'inib bu holatga keldi va oxirisida yana kuchi ojizlashib, bilimlari tuvanishib, ko'zlari ko'rmaydigan, quloqlari anglamaydigan bir holatga kelib dunyodan akitdi. Shunga qarash kerak inson. O'zining Allah'ның oldida hech nima emas ekanligini bilish kerak. Xuddi mana bir ahvol bor. Bizda quduqdan chiqmagan paqa deydigan bir ifoda bor. Buning nazardosi intayin kangulu, tarulib, butun dunyoni o'zining quduqi deb o'ylaydi. Butun dunyodagi birdan bir maxluq men deb o'ylaydi. İnson safar qilib boqqan vaqtida, o'zining yurtidan chiqqan vaqtida, o'ziga o'xshash har turli, har sohadagi kishilar bilan kurashib baqqan vaqtida dunyoning bek cho'ng ekanligini, o'zidan miqdorli kishilarning borligini, o'zidan bilimli kishilarning borligini biladi, o'zining o'ncho'la mag'rurlanug'idek, takabburlig'idek, cho'ngchilig'idek adam emas ekanligini shu vaqtda his qila oladi. Shu inson davomli boshqalar bilan aralashib turish kerak, safar qilib turish kerak, ko'rib turish kerak, ko'z yugurtishi kerak ki bu orqali kamtarlikka yesin inson. O'zining takabburlashib ketishiga yo'l qo'ymasin, o'zining qanchalik odam ekanligini o'zi bilsin. Shu Imom Shofiy rahimahulloh deydi, safar qilib boqmagan odamda ilm yo'q deydi Imom Shofiy rahimahulloh. Chunki safar qilib boqqan odam andan o'zining qancha ekanligini biladi. O'zidanmi bilimli kishilarning borlig'ini ko'radi, o'zidanmi cho'ngchilik qilayotgan, o'zining oddiy mag'rurlanishga hech arzimaydigan bir inson ekanligini shu vaqtda tushuna oladi. Ma'lumot almashtiradigan gap. Mende yo'q narsa anında barkan, men uningdan olay. Anında mende yo'q ekan, uningga biray hamkorlik shakllanadi, jamiyat mustahkamlanadigan gap. Imom Shofiyning yana bir gapi keldi. Imom Shofiy rahimahulloh deydi, mening bilimim oshqan siri bilmaydigan narsalarning ko'pligini bilyapman deydi. Bu shu bir ma'lumotning keng bo'lish masalasi. Esonda bo'lsin, mutakabbir odam qandadan bo'ladi desa, nazar doirasi intayin ta biladiğini az, ma'lumot tajribasi ko'gini az odamlar bo'ladi. Hargizmi nazar doirasi keng, ko'pni ko'rgan, bilimi kengri insonlar hargiz mutakabbir bo'lmaydi. Chunki o'zining ne qadar narsani bilmaydiganligini o biladi. O'zining ne qadar ojizligini o biladi. Ibn Qayyim Javziy rahimahullohning bu haqda bunda bir gapi bor. Mush kamtarlik babidagi kamtarlikningki birinchi qadami, birinchi darajasi Allohning shariati ta'limotining oldida inson o'zini kamtar tutishi. Endi bu yerga kelgan vaqtda biz bir narsani deyish kerak. İnsonni dunyoda mag'rurlantiradigan birdan bir narsa insonning aqlining ishlab qilishi.